Assalomu alaykum, hurmatli Tunkafon ishqibozlari, aziz obunachilar. Biz yana bir ishimizni Turvat qishlog'ida yakunlab, xohlasa video egasiga topshirdik. Videoni oxirigacha kuzatinglar. Bu ishimizga qancha Tunkafon rasxod qildik. Nech puldan qilib beryapmiz, hammasini aytaveramiz do'stlar. Bu ko'cha shapkamiz aylanasi ichkari shapka bo'lib, Tunkafon qilib berganmiz do'stlar. Oq rangga mo'kir rang aralashtirgan holda o'zlaringiz ko'rib, xohlasa baho berib o'tasizlar. Hali ham bizning kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozir obuna tugmachasini bosib qo'yinglar. Sababi birinchilardan bo'lib shunaqangi go'zal ishlarimizni kuzatib borasizlar do'stlar. Bu ko'cha shapkasi. Hop. Uzuni ko'cha shapkamiz o'sha o'rdan 25 metr ko'cha shapkamiz. 50 cm chiqqan duoldan tannotagicha 50 cm bo'lgan shapkamiz. Ko'rinishiga o'zlaringiz baho berasizlar. Xo'p, bu esa ana ichkari shapkamiz. Endi duoldan tannotagicha 1 metr chiqqan, uzuni 25 metr bo'lgan ichkari shapkamiz. O'sha Tunkafon rasxotimiz ko'cha shapka, ichkari shapka aylanasi bo'lib 115 kvadrat tunka rasxot qilganmiz. Hozirgi kunda barcha rasxotlar ichida 130 ming so'mdan qilib beryapmiz. Xudo xolasa, sizlar istagan dizaynda, sizlar istagan ranglarda, kelishilgan hollarda Tunkafon qilib beramiz. Bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa ish sifatliga o'zlaringiz bitta baho beringlar. Qanday chiqdi, sizlarga yoqdimi, yoqmadimi, albatta fikrlaringizni yozib qoldiringlar.